Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Soraxon onajonimiz raqamlarimi adashmadikmi? Yana bir yoshni qarshi olibsiz onajon. Xayrli bo'lsin. Tug'ilgan kunlaringiz, qarshi olgan 52 yoshlaringiz bilan tabriklaymiz. Ilohim umringiz uzoq, rizqingiz ulug' bo'lishigini, shu chiroyli yuzlaringizdagi kulgu tabassum umr bo'yi hamrohingiz bo'lishigini tilayman. Qalbingizdagi jamiki orzu-niyatlaringiz amalga oshsin. Minnatdorman. Onajon umringizdan baraka toping. Ayni damda men sizga dil izhorlari loyihasidan qo'ng'iroq qilyapman. Loyihamizga yaqinlaringizdan birlari siz uchun chiroyli bo'lgan nomalarni yo'llashibdilar. Qalbingizga sekin bir quloq tutib ko'rasizmi? Kim tabriklayotgan bo'lishiga mumkin biz orqali sizni. Qay birlardan ko'proq kutasiz? Bolajonlarim, bolajonlarim, kimlar desam bo'ladi. Nevarajonlarim bolalar, zeybog'anim, barmoqchi juda aktiv valigilar, shulardan kutaman ko'proq. Yana kim? Surayyo, Sayyora. Nabirajonlaringiz. Bolajonlarim, dilbandilar, hammalari. Ajratmayman hammalariga. Albatta, har birlar uchun birdek qadrlisiz onajon, diqqat qilasiz. Sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi mehriboningiz Abdug'affor aka, farzandlaringiz Sayyora, Saida, Surayyo opalar, Abdunosir aka, Gulhayo opa, qalbingizni quvonchga to'ldirib turuvchi nabirajonlaringiz Mohinur, Muhammad Qodir, Zebo, Barno, Laylo, Shahlo, Muhammad Sulton barchalari tabriklashyaptilar. Asosan Alloh bergan ne'matlar ichida eng a'losi atalmish mehribon o'g'lingiz Abdunosir akamizdan go'zal tabriklar siz uchun. Kelinimdan qo'shib borib, kelinman mana yaqinda oldi, qizib oldik, mana 3 tasini, 4 tasini o'qish ishlarida omadlarini bersin. Niyatlariga yetsin, ikkalari ham maktabda turib o'qimaydigan niyatlari bor, niyatlariga yetsin, hammalari ham qo'shgan qo'shasdan bilan baxtli, saodatli, sog'lik, mana shuncha vaqtlardan rahmat eshitib yurgan bundan ba'zan rahmat eshitmaylik. Ilohim shunday bo'lsin. Sizga atalgan go'zal nomalari bor ekan, yetkazib qo'yinglar deyshibdi. Qabul qilasizmi o'qib bersam? Unda marhamat, diqqat qiling. Xudo bergan uzoq umrni ko'ring. Bolam deb jonini talashgan onam, dunyo turguncha yonimda turing. Boshiga ro'moli yarashgan onam. Assalomu alaykum, mening jannat iforligim. Dunyolarga alishmas